Marhuma Nozimani ishi vudrug yopti bo'lib ketadigan bo'lsa, o'zinglar uchun bilib olinglar, bular maksimal darajada bu ishni yopishga harakat qilishyapti. E'tibor berdinglarmi? Marhumani ichki organlari qayerda deganimizdan keyin bular bosar-tusarini bilmasdan tipirchilab qolishdi. Ya'ni bir kun ichida marhumani tarafini olib chiqayotgan barcha ko'zga ko'ringan blogerlarni kanalini blok qilishdi. Misol uchun mening ikkita Instagram kanalim blok bo'ldi. Sababi shu kungacha marhumani ishi bo'yicha 130 ga yaqin video rolik chiqargan edim. Daliluzning ikkita Telegram kanali blokka tushdi. Sababi Daliluz po faktu video, rasm, dokumentlar bilan post joylab borayotgan edi. Undan tashqari Nozimaga adolat deb chiqayotgan bitikda ko'zga ko'rinib qolgan bloger qizlarning kanallari blok bo'ldi. Lekin shundan keyin o'zim uchun tushunib oldim. Men to'g'ri yo'lda ketyapman ekan. Agar bular o'zlariga haq bo'lganda edi, bu ishni qilmagan bo'lardi degan tushunchaga yetib keldim. Именно shu savolni men sizlarga bermoqchiman. Agar bular o'zlariga haq bo'lsa, ya'ni bu yerda jinoyat bo'lmagan bo'lsa yoki jinoyatga bularda aloqasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, nimaga marhuma Nozimani tarafini olib chiqayotgan blogerlarning og'zini yopishga harakat qilishyapti?